Assalomu alaykum. Bola tarbiyasida sizni nima bezovta qilyapti deganimda shunaqa deyishibdi. Bola tarbiyasi masalasida aytib o'tdim. Birinchidan, ikkinchidan bolanglarga do'q berishni o'rganinglar. Ikkita cho'pni bir-biriga birlashtirsa ham молодец, zo'r bo'ldi. Eplolaysan, qo'lingdan keladi. Har doim shu mexanizmni ishga solinglar qizlar. Noto'g'ri qilsa ham nimaga unaqa qilding demanglar. Zo'r chiqdi. Keyin nima qilib ko'ramiz. To'g'ri qanaqa qilish kerakligini birga o'rgatinglar. O'shanda bola sekin-sekinlik bilan o'sha narsani mexanizmini o'rganib olgandan keyin samostoятельно qiladi. Endi siz bolangizni juda ham yaxshi ko'rasiz, men tushunaman. Biz onamiz, bolalarimizni yaxshi ko'rganimizda asrashga harakat qilamiz. O'shaning uchun nima qilamiz? Qo'y tegma tushirverasan, qo'lingdan kelmaydi desan, kichkina desan, eplamaysan. Shunaqa qilamizda, bolada mexanizmiga, miyasiga san kichkinasan, eplamaysan deb berilgandan keyin fundament shunaqa qo'ydingmi, ertaga katta bo'lsa ham o'zi samostoятельно ish qilishga qo'rqadi. Men kichkinaman-ku. Fundament bo'sh berilgan. Men eplolmasam-chi degan mexanizm